to'y qilishim kerak, kelin olishim kerak, nevara to'ylar ko'rishim kerak. Shuning uchun men olaman dedimda, oldim. Ularga ham shuni tavsiya qilamanki, olishsin. Yaxshi, o'zgarish bor. Afsus qilmadingiz. Yo'q, afsus qilmadim. Bu dorilarni surib yurdim. Keyin Respublikanskiy travmatologiyaga borib, yog' quydirdim. Har yili bir marta borib yog' quydirardim. Quydirdingiz, aha. 4-5 yil shunaqa qilib yurdim. Keyin har yili yirik bo'lardi. Keyin oxirgi paytda 25-yil mayda borishim kerak edi. Bormadim. Nimaga? Nimagaki, Telegramda bir doktorimiz olmaylar uni. Bu vaqtincha og'riq qoldiruvchi deb aytdilar. Shu bilan bormadim. Shunaqa yuraverdim. Keyin shu Zextra mahsulotini qarindoshimiz iste'mol qilib, yaxshi bo'lib ketibdilar. Ular uyga borishganda, shunda shunaqa deb aytishibdi. Ular vaqti zinalardan ham chiqa olmas ekanlar, tikati tura olmas ekanlar. Shunaqa o'shani ichib yaxshi bo'lib ketibdilar. Keyin shu tavsiyani etibdilar xo'jayinizlarga. Keyin yana xo'jayinim o'rtoqlari shu Zextra mahsulotini tashlabdi Telegramdan. Ochib qarasalar, ikkalasi bir xil narsa. Bir ayol grija bilan og'riganlari 5 kunda uje yaxshi bo'ldim deb aytdilar. Keyin men aytdimki, bu grijaga ham unaqa ekan. Tizzaga ham. Ular tizzasi og'riganda qarindoshimiz ham. Shu bilan dedim, bo'ldi olaman dedim-da, o'g'limga aytdim. Bo'ldi, zakaz qil dedim. Yo'q, zakaz qildim. Ertasiga shu otga berishdi. 3-bankasini bugun oxirini xudo xolasa ichib bo'laman. Yaxshi, o'zgarish bo'lyapti. Xudoga shukr. To'y qilishim kerak, kelin olishim kerak, nevara to'ylar ko'rishim kerak. Shuning uchun men olaman dedim-da, oldim. Ularga ham shuni tavsiya qilamanki, olishsin. Yaxshi, o'zgarish bor. Afsus qilmadingiz. Yo'q, afsus qilmadim.